Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga MyFundedFX'dan profit ochish ko'rsatib o'taman. Buning uchun o'zingiz login parolingiz bilan kirib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, kirib olganingizdan so'ng Start Challenge ga bosasiz. Bosganingizdan keyin men hozircha 3 etapli shot olmoqchiman. 3 etapli, bunda 6% 3 marta qilishingiz kerak. 3 etapli 10 minglik olmoqchiman. Bu yerda CTrader, MatchTrader, MetaTrader 5 platformalar bor. Avtomatik Secrets Markets tanlaydi. Bu yerda hamma narsani o'zingiz to'g'rilagan bo'lishingiz kerak. Bu yerga nimani qo'yasiz? Ptichka, bunisiga ham $70 ko'rsatyapti. 10% chegirma olmoqchi bo'lsangiz, promokod bor. White 30 bosib, Verify'ni bossangiz $63 bo'ladi. Xo'p, Complement Order'da bosasiz. Bosganingizdan keyin pastdagi tugmani bosasiz. Bosganingizdan bu yerga Visa kartalaringizni kiritishingiz kerak. Visa karta amal qilish muddati kartani oxiridagi 3 ta CVV kodini kiritsangiz, kiritib Pay for Order deb bossangiz, Gmail'ingizga login parol keladi. Shu bilan hammaga rahmat.